Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib turgan hammaga bugun 2026-yil 14-may. Bu payvandimiz yangi shu yil payvand qilingan 2026-yil 24-aprel sanasida. Xudo xolasa bu payvandimiz yangi O'zbekistonda birinchilardan bo'lgan nav. Kelly Seedless. Bu shu yilgi payvand ko'kka qora ulangan, mana o'zi kalus chiqarishni boshlagan. 24-aprelda ulangan bo'lsa ham holati yomon emas. Bu Kelly Seedless navimiz kech pishar va muskat ta'mli uzum navi hisoblanadi. O'zbekistonimizda kech pishar kishmish navlar ko'p. Xudo xolasa bu muskat ta'mlisi birinchilardan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bizada kech pishadigan muskat ta'mli uzum hali yo'q. Bu xudo xolasa birinchilardan birinchi bo'ladi deb o'ylayman, nasib qilsa. Pishish muddati Crimson Seedless'dan 1-2 hafta keyin deb qo'yilgan. Donlari o'rtacha, urug'siz, muskat ta'mi bor. Shirinlik Brix'i 19-20 Brix qo'yilgan. Men o'ylaymanki, quyoshli O'zbekistonimizda bundan ham shirin bo'lishini niyat qilib qolaman. Menimcha ham lekin shirin bo'lishi kerak, chunki juda ko'p navlarimiz ko'rsatilganidan ko'ra quyoshli O'zbekistonimizda ancha shirin bo'libdi. Katak surishi yomon emas. Ko'kka qora ulanib, ikkala tomoni ham bir-biriga tekkanligi sababli juda yaxshi rivojlanyapti. Ham oldidan ariq o'tgan navda surishi juda ajoyib, juda tez. Bu ham yangi nav. Xudo xolasa nishona hosillari bo'lsa, nasib qilsa ko'rsatamiz. Kelly Seedless. Hammalaringiz kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh hammamizga nishona hosillarni ko'rishni nasib qilsin. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.